Assalomu alaykum. Bugun biz ma'naviyatimizning eng yorqin va shonli sahifalarini birgalikda birma-bir o'qamiz. Muvaroun nahr nafaqat ilm-fan va madaniyat o'chogi, balki yuksak axloq, ma'naviyat va davlatchilik falsafasi shakllangan muqaddas zamindir. Bu zamin asrlar davomida butun dunyoga ilm va ma'rifat ziyosini taratgan buyuk daho, avliyo va sarkardalarni yetishtirib chiqargan. Bugun biz bilan tariximizning uch buyuk va ochmas siymosi g'oyibona muloqot qiladi. Bular mardlik va jasorat timsoli Najmiddin Kubro, tasavvuf olamining hikmat sohibi Soja Ahmad Yassaviy va adolatli hukmdorimiz Amir Temur bobomizdir. Bu buyuk zotlarning hayoti va olmas ogitlari bugungi kunimiz, tariximiz va kelajagimiz uchun ham beqiyos ahamiyatga ega. Keling endi navbatni va so'zni ularning o'ziga beramiz. Tarixiy sarguzashtimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Men Najmiddin Kubroman. İnson kamoloti uchun nafaqat bilim, balki yuksak axloq va botiniy mardlik ham zarurdir. Yoshligimdan ilm izlab dunyo kezdim. Misr, Iroq va Eron tuproqlarida buyuk allomalardan saboq oldim. Qalbimdagi haqiqat nurini qidirdim. Bizning ta'limotimizda inson o'z nafsini jilovlashi va har qanday og'ir vaziyatda adolat tarafida turishi bosh mezon hisoblanadi. Meni Shayx Vali Tarosh deb ataydilar. Zero haqiqiy ma'rifat egasi shogirdlari qalbida ilohiy ishqni alangalatishi darkor. Yurtimizga bosqinchi kelganda men chetda qarab tura olmadim. Zero haqiqiy ma'rifat egasi o'z vatanini asrashni eng oliy burch deb biladi. Chingizxon shaharni tark etishimni so'radi. Ammo baxtli kunlarda xalqim bilan bo'lib, kulfatda ularni tashlab ketish nomardlik edi. Mening yo'lim qalb pokligi va yurt ozodligi uchun qayg'urish yo'lidir. Har bir nafasda haqiqatni izlash kerak. Zotan haqiqiy erlik o'z vatanini va salqini fidoyona sevishdir. Qalbingizni pok tuting, zero haqiqat shundadir. Assalomu alaykum. Men Ahmad Yassaviyman. Turkiston tuprogida kamol topib, haqiqat ishqida yonib yashadim. Mening hikmatlarim oddiy xalq tili bilan yozilgan bo'lib, insonlarni halollikka, kamtarlikka va bir-biriga mehr-oqibatli bo'lishga chaqiradi. Biz ma'naviyatni dabdabada emas, balkan insonning ko'nglida deb bildik. Dunyoning o'tkinchi, hoyu havasidan kechib, haqqa yuzlandik. Dayling ulohda, qo'ling mehnatda bo'lsin degan o'gitimiz. Bu ham ruhiy poklanish, ham jamiyat rivoji uchun poydevordir. 60 uhdayar ostiga kirdim manam, payg'ambarim ko'rgan quyosh menga harom deb zilvatda haqni zikr etdik. Har bir inson o'z qalbiga nazar solishi va atrofidagilarga faqat yaxshilik urug'ini sochishi lozim. Zero ekkaningni o'rasan. Turkiston tuprogidan taralgan bu ma'rifat nuri asrlar o'sha qalblarni yoritishda davom etacak. Bizdan faqat ezgu so'z qolsin. Qalbingizni pok tuting, mehnatdan qochmang va doimo yaxshilik tarafdori bo'ling. Omon bo'ling ey Turkiston ahli. Men Amir Temurman. Men parokanda o'lkalarni birlashtirib tartib va intizom o'rnatdim. Mening davlatim poydevori. Kuch adolatdadir degan qat'iy tamoyil edi. Bizning davrimizda ilm-fan, madaniyat va savdo-sotik misli ko'rilmagan darajada rivojlandi. Samarqand dunyoning sayqali va saltanat poytaxtiga aylandi. Men har doim olimlar va mutafakkirlar bilan maslahatlashib ish tutdim. Zero davlatni faqat qilich bilan emas, balki aql va qonun bilan boshqarish barqarorlik garovidir. Yozgan tuzuklarimda har bir tabaqaning haq huquqini belgiladim. Adolatli qonunlar saltanat ustunidir. Qonunga amal qilgan el aslo kam bo'lmas. Aziz avlodlar, biz qoldirgan mana shu buyuk meros endi sizning qo'lingizda. Bilim oling, birlashing va adolatni har narsadan ustun qo'ying. Bizning qudratimizga shubha qilsangiz, biz qurgan imoratlarga, biz barpo etgan boklarga va biz yozgan qonunlarga boqing. Ma'rifat shirogini baland tuting, chunki jaholat zulmati faqat ilm nuri bilan mahv etiladi. Bizning yo'limiz adolat va yuksalish yo'lidir. Vatan muqaddasdir, uni asrab avaylash har bir mardning burjidir. El yurt tinchligi va farovonligi uchun birlashing. Men sizga ishonaman. E'tiboringiz va ilmga bo'lgan ishtiyoqingiz uchun rahmat. Bizning buyuk tariximiz sizga kuch va ilhom bersin. Salomat bo'ling.